Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga ilovamizdagi zakot kalkulyatori haqida gapirib beramiz. Zakot islomning 5 ustunidan biri bo'lib, har bir musulmon uchun farz amaldir. Bu funksiya Zakotim.uz platformasi bilan integratsiya qilingan bo'lib, zakot bo'limida siz asosiy savol-javoblarni o'qib chiqishingiz mumkin. Hisob-kitobni boshlash uchun zakotni hisoblash tugmasini bosing. Bu yerda yillarni tanlashingiz va nisob miqdorini ko'rishingiz mumkin. Yilni va valyutani tanlaganingizdan so'ng hisoblashni boshlang. Endi mol-mulk turlarini tanlang. Masalan, shaxsiy mablag'lar, oltin va kumush. Agar boshqa mol-mulkingiz bo'lsa, ularni ham hisoblash uchun qo'shing. Har bir qismda formani to'ldirib davom eting. Formani diqqat bilan to'ldiring. Mablag'lar, qarzlar va boshqa ma'lumotlarni kiriting. Hisoblash oxirida to'ldirgan formalaringizdan kelib chiqib, umumiy hisob natijasi va zakot miqdori ko'rinadi. Hisob-kitob natijasini PDF formatida yuklab olishingiz yoki jarayonni shu yerda yakunlashingiz mumkin. Ushbu video shundan iborat edi. Rahmat, salomat bo'ling.